Assalomu alaykum, salamatsizlar do'stlar. Mana ошол Laglan degan yer. Bu yerda Tulki qo'rg'on deb aytadi ekan. Ошол yerga mana kelib aylanib ko'rib ketsangizlar bo'lar ekan. Bu yer Suzakdan 150 kilometr ekan. Bu yerda mana ошол kunlarda, bir jumanın içinde bu yerga tapşanlar qo'yilar ekan, bo'z uylar qo'yilib, shashlik jaslaganga bardik. İdişlerdi, bardak neslerdi beredi ekan, inşallah. Şol kelip dostlarımız bilen dağı aylanıp ketseniz bo'lar ekan. Sizga barib ko'rib kelgan. Yo'q, tash qo'ydi. Qanday? Tash qo'ydi. Tash qulash mumkin ekan. Tash qulash mumkin ekan. O'shaning uchun zapretni ekan. Опасный ekan. Shuncha tash tushdi. Yurok o'ti. Qanday deysin? Shuncha tash tushdi, odam nesini chiqaradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak ekan, endi boshqa birdagilar kiyib olish kerak ekan. Bunda asa jamg'ijot, asa tashlar tushdi. Jamg'ijot? Jamg'ijot. Esa tashlar tushdi. Biz biziga bukna oldik. Hech kimga tushgan emasmi bu yerda? Tushgan dedi. Tushgan bu? Jamg'ijotni. Hechki bo'lgan emasmi? Qanday bo'lgan? Bu odam o'tayni o'lib qoldi. O'lib qoladimi? Yapasın gene. Adam o'lib qoldi. Keçe mi? İyi. Joy olsun. Olsa düşürüz. Ne oldu? Oturalım mı? Azizbek Haldarov akayimizlarga kelib o'tadi. O'ta sovuq. O'zi aytganday. Boshqacha yerlar ekanda. Bunday. Bu ikkovimizni qanday aytadi? Toza qimiz bor ekan. Bu yerga kelsangiz, toza qimizdan dağı olib ketsangiz bo'ladi ekan. Litri 200 so'mdan ekan. Har qanday sotiladi. 150 so'm, 200. Keyingi joylarda 250 so'm. Yaxshi toza ekan. Bularni 1,5 litr 300 so'm ekan. O'ta ko'z yerlar ekan. Qarasangiz. Bu yerlar o'sha tuz yerlar ekan. Oldiydan keldik. To'g'ridan shu Azizbekka turgan yerdan oldiydan chiqdi. Allohning qudratini qarangki, siz bu ko'rib turgan toshga o'xshaganlar tosh emas aslida. Turpoq. Qarang. Turpoqdan qattigan. Bu yo'lda turganlar hammasi turpoqdan. Allohning mo'jizasi qarang. Qancha yomg'ir, qancha qor, namlik. Shunda toshga o'xshab turibdi, qarang. Lekin o'zi aslida bular hammasi turpoqdan. Qum, tosh aralash ekan. Aytmoqchimanki, tog'ning singari tosh emas, qarang ana. Tepada osilib turgan Allohning mo'jizasi bu. Qanday? Jaqtimi bu yerlar? Ata, o'ta so'ng ekan. Laglanda o'ta bağlayım 100% kelaveringizdir. Son jellar bor ekan. Issiqmi, sovuqmi? Qanday? So'q, xolodilnikda so'q. Sovuq ekan, o'ta sovuq. Kelingizlar, do'stlar. 2-3 odam bo'lib dağı kelaversangizlar bo'ladi. 7-8 odam qilmay. 7-8 9-10 odam to'pto'lam desangizlar, to'ptolish qiyin.